Mana hozirda 12 lik gibrid tizimli inverterimizni akaxonimiz uylariga qo'yib ishga tushirib berildi. Shit to'plamlarimiz bor, karavotga olib, chiroyli qilib akkumulyatorlarni qo'yib ishga tushirib berildi. Avtomatlar, perdekhranитель, chaqmoqqa qarshi spesialni panel avtomatlari, davlat avtomatlari hammasi qo'yilgan, ishga tushirib taxlab berilgan. Mana hozirda ishlayib turibdi. Xonaning rasxodi 100 vattga bormayapti. 1 kilovati 600 birinchi etap beryapti. Ikkinchi etapimiz 1 kilovati 200 berib turibdi. Hozirda ana shu kilovatlar hammasi sotuvga chiqib ketyapti. Ishga tushirib taxlab berganmiz. Akkumulyatorlarimiz GLV 100 amperlik. Akkumulyatorlarimizga 5 yildan garantiya beramiz. Inverterlarimizga 5 yil, panellarimizga 10 yildan garantiya berilmoqda. Firmamiz litsenziyaga ega.